Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 25 avgustdan boshlab kimlar ko'proq pul olishi mumkin? Har biriga 200 ming so'mdan beriladimi degan gaplar nimani anglatadi? Kim bunga haqli? Kim esa noto'g'ri kutib qolmasligi kerak? Bu ma'lumot pensiya oladiganlar, nafaqa kutayotganlar, kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va davlat to'lovlariga umid qilib yurgan juda ko'p odamlar uchun bevosita ahamiyatli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichkina hujjat yetishmasa ham odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy xalq tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Odamlar orasida 25 avgustdan boshlab hamma 20-200 ming so'mdan olarkan. Har bir fuqaroga alohida pul tusharkan, ro'yxatga yozilsa bo'ldi. Pul berilarkan degan gaplar tez tarqaladi. Lekin davlat to'lovlari hech qachon shunchaki hammaning kartasiga bir xil tushib ketmaydi. Har bir to'lovning o'z tartibi, o'z toifasi, o'z ro'yxati, o'z hujjati va o'z tekshiruv mezoni bor. Men ekspert sifatida buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar biror qaror yoki tartibda 1-2 ming so'm miqdoridagi yordam, kompensatsiya, nafaqa yoki qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, bu odatda ma'lum guruhdagi odamlarga tegishli bo'ladi. Masalan, bolali oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlangan ro'yxatda turganlar yoki ayrim hudud va sohalarda ishlaydiganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng katta xato shuki, odam hamma oladi deb o'ylaydi. Keyin pul tushmagach meni aldashdi deydi. Aslida esa u toifaga kirmagan, ariza bermagan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda odam biror yordam olish uchun mahallaga borar, ariza yozar, daromadlari tekshirilar. Oiladagi a'zolar soni, mulk, avtomobil, rasmiy ish haqi, pensiya va boshqa tushumlar hisobga olinardi. Keyin maxsus tizim yoki komissiya qaror chiqarardi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tayinlanardi. Ba'zilari esa faqat ariza asosida ko'rib chiqilardi. Endi esa ko'p jarayonlar elektron tizim orqali tekshirilmoqda. Kimning nomida uy bor, mashina bor, ish haqi qancha, bola soni nechta, pensiya yoki aliment oladimi? Bularning ko'pi bazalarda ko'rinadi. Nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, yordam va qo'shimcha to'lovlarda inson omili kamayib, tekshiruv kuchayib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan haqiqatan muhtoj odamni aniqlashga yordam beradi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, sizga tegishli yordam rad etilishi mumkin. Masalan, eski mashina allaqachon sotilgan, lekin nomingizdan o'chmagan bo'lsa, tizim sizni mol-mulki bor deb ko'rsatishi mumkin. Yoki farzandingiz siz bilan yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa manzilda turgan bo'lsa, oilaviy tarkib noto'g'ri chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pul haqida gap ketganda faqat eshitgan gapga ishonmang. O'z hujjatingizni tekshiring. Birinchi asosiy qism, kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim tinch bo'lishi mumkin? Endi eng ko'p so'raladigan savolga o'tamiz. 25 avgustdan boshlab kim eng ko'p oladi? Bu savolga javob berish uchun odamlarni bir nechta guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oila daromadi past bo'lsa, ish bilan band bo'lmagan a'zolar ko'p bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, nogironligi bo'lgan a'zo bo'lsa yoki yolg'iz ona farzand tarbiyalayotgan bo'lsa, bunday oilalar ko'proq e'tibor markazida bo'ladi. Masalan, bir oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uyda 3 nafar bolaga qaraydi. Bolalardan biri maktab yoshida, biri bog'cha yoshida, biri esa 3 yoshgacha bo'lsa, bu oilaning real xarajatlari katta. Oziq-ovqat, kiyim, dori, maktab anjomlari, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari bor. Shunday oilaga 1-200 ming so'm atrofidagi yordam tayinlansa, bu pul bir oy davomida eng zarur ehtiyojlarni yopishga xizmat qiladi. Lekin bu pulni olish uchun oila kam ta'minlangan deb tan olinishi yoki tegishli ro'yxatga kiritilishi kerak. Ikkinchi guruh bolali oilalar, bolalar uchun beriladigan nafaqalar, moddiy yordamlar va qo'shimcha to'lovlar miqdori oiladagi bolalar soni, yoshi va oilaning daromadiga qarab farq qilishi mumkin. Misol uchun, bir ayol 2 farzandini yolg'iz tarbiyalayapti, rasmiy ish haqi 1.800 ming so'm. Ijara uyda yashaydi. Uning daromadi qog'ozda bor, lekin real hayotda ijara, oziq-ovqat, maktab xarajati, dori-darmon bilan juda qisilib qoladi.
Agar u ariza bermasa, tizim uning muammosini o'zi kelib topmaydi. Shu sababli bunday o'yinlar mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli tashkilotlar orqali holatini rasmiylashtirish kerak. 3-guruh pensiya va nafaqa oluvchilar. Pensiya oladigan odamlar uchun eng muhim narsa shuki, har qanday oshirish yoki qo'shimcha to'lov doim ham hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Har birining hisoblash tartibi boshqa. Masalan, bir pensioner 1000 million 1 million so'm olsa, ikkinchisi 2300 so'm olishi mumkin. Agar eng kam pensiya. Nafaqa yoki bazaviy hisoblash mezonlariga o'zgarish kiritilsa, kam miqdor oladiganlar ko'proq sezadi. Chunki ularning to'lovi minimal chegaraga bog'langan bo'ladi. Ammo pensiyasi allaqachon yuqoriroq bo'lgan odamda oshish kichikroq ko'rinishi yoki umuman boshqa formula bilan hisoblanishi mumkin. 4-guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularni parvarish qilayotganlar. Bu yerda juda nozik masala bor. Nogironlik guruhi muddati, tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlik darajasi, ish qobiliyati, boshqa daromad manbalari hammasi rol o'ynaydi. Masalan, 1-guruh nogironligi bo'lgan kishi doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, uning oilasi uchun oddiy nafaqa yetarli bo'lmasligi mumkin. Dori, tibbiy tekshiruv, transport, parvarish vositalari, maxsus ovqatlanish katta xarajat qiladi. Shunday vaziyatlarda qo'shimcha yordam yoki imtiyozlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin yana bir bor aytaman. Buning uchun tibbiy hujjatlar, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Parvarish holati rasmiy bo'lishi kerak. 5-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar oilaning asosiy daromad keltiruvchisi vafot etgan bo'lsa, farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz a'zolar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga haqli bo'lishi mumkin. Bu yerda ham ko'p odam xato qiladi, o'zi bilishadi, tayinlab berishadi deb kutadi. Yo'q. Aksariyat hollarda hujjat topshirish kerak. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qiyotgan bo'lsa ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma. Bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat kech topshirilsa, to'lov ham kechikadi. 6-guruh vaqtincha ishsizlar va daromadsiz qolgan oilalar. Bu toifa eng ko'p chalkashadi. Ishsizman degan gapning o'zi yetmaydi. Siz bandlik organlarida ro'yxatdan o'tganmisiz? Ish qidiruvchi sifatida hisobdamisiz? Rasmiy daromadingiz bormi? Norasmiy ish qilasizmi? Oilangizda boshqa daromad bormi? Bular tekshiriladi. Masalan, bir erkak qurilishda mavsumiy ishlagan, hozir ish yo'q. U rasman ish bilan band emas. Lekin uning nomida yaqinda olingan avtomobil bo'lsa yoki bank aylanmalari yuqori bo'lsa, tizim uni muhtoj deb topmasligi mumkin. Shuning uchun vaziyatni to'g'ri hujjatlashtirish juda muhim. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz barqaror rasmiy ish haqi olsangiz, oilangiz daromadi yetarli bo'lsa, nomingizda bir nechta mol-mulk bo'lsa, qimmat avtomobil bo'lsa, tijorat faoliyatingiz bo'lsa, sizga ijtimoiy yordam tayinlanmasligi tabiiy. Bu jazolash emas, bu yordamni haqiqatan muhtojlarga yo'naltirish tamoyili. Lekin pensiya, ish haqi yoki boshqa umumiy indeksatsiya bo'yicha oshirish bo'lsa, u alohida tartibda qo'llanadi. Shuning uchun har bir xabarni moddiy yordammi, pensiya oshishimi, bir martalik to'lovmi, kompensatsiyami deb ajratib olish kerak. Endi eng muhim nozik joylarini tushuntiraman. Birinchi tuzoq 1200 ming so'm har bir odamga beriladi degan gap. Ko'pincha har biriga deganda har bir fuqaro emas. Balki ma'lum toifadagi har bir oluvchi nazarda tutiladi. Masalan, har bir bolaga, har bir nafaqa oluvchiga, har bir ro'yxatdagi oilaga, har bir ishtirokchiga kabi. Agar jumladagi toifa aniqlanmasa, odam noto'g'ri tushunadi. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Xabarni ko'rganingizda birinchi savolni bering. Har bir kimga, ikkinchi tuzoq, ariza topshirish muddati. Ba'zi yordamlar avtomatik beriladi. Lekin ba'zilari faqat ariza bilan. Agar ariza 25 avgustdan keyin qabul qilinsa, siz shu sanadan keyingi davr uchun olishingiz mumkin. Oldingi oylar uchun esa hamma vaqt ham qayta hisoblanmaydi. Masalan, oilangiz iyul oyida yordamga muhtoj bo'lgan, lekin siz sentabrda ariza bergansiz. Tizim sizning sentabrdagi holatingizni ko'radi. Shuning uchun keyin boraman degan beparvolik real pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. 3-tuzoq, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilishi. Bir uyda yashayotgan, lekin ro'yxati boshqa joydagi bo'lgan oila a'zolari yordam hisobida muammo tug'diradi.
Masalan, kelin kuyov ota-onasi bilan yashaydi. Lekin hujjatda alohida ko'rsatilmagan. Yoki farzand aslida ona bilan yashaydi. Lekin ro'yxatda otaning manzilida turadi. Bunday holatda daromad va ehtiyoj noto'g'ri hisoblanadi. Natijada nima uchun menga rad javobi berildi degan savol paydo bo'ladi. 4-tuzoq norasmiy daromad va bank aylanmasi. Bugun ko'p odam karta orqali pul oladi. Qarz, savdo, qarindosh yordami, buyurtma puli, vaqtincha ish haqi. Tizim ayrim holatlarda bank aylanmalariga qarashi mumkin. Agar kartangizga tez-tez katta summa tushsa, siz bu qarzim edi deb tushuntirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy yordamga ariza berayotgan odam o'z moliyaviy holatini oldindan tartibga solishi, tushumlar manbasini tushuntira olishi kerak. 5-tuzoq nomingizdagi eski mulk. Ba'zi odamlar mashinasini ishonchnoma bilan berib yuborgan, lekin rasmiy sotmagan. Ba'zilar uy yurishida turadi, lekin u yerda yashamaydi. Ba'zilar eski yer uchastkasi yoki tadbirkorlik guvohnomasini yopmagan. Tizim buni ko'rishi mumkin. Siz esa menda hech narsa yo'q deysiz. Qog'ozda esa bor. Davlat tizimi sizning og'zaki gapingizga emas, bazadagi ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun hujjatdagi holat real hayotga mos bo'lishi kerak. 6-nozik jihat. Bolalar yoshi. Bolaga beriladigan nafaqalar ko'pincha yoshga bog'liq. Bola 3 yoshga to'ldimi, o'qiyaptimi, kunduzgi ta'limdami, nikohdan o'tganmi, ishlayaptimi, bular ta'sir qiladi. Masalan, 17 yoshli bola maktabda o'qiyotgan bo'lsa, boshqa tartib. 19 yoshli talaba bo'lsa, boshqa tartib. 20 yoshli ishlayotgan farzand bo'lsa, yana boshqa tartib. Shu sababli mening ham bolam bor degan umumiy gap yetarli emas. Bolaning huquqiy maqomi muhim. 7-nozik jihat, nogironlik muddati. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rik talab qilinishi mumkin. Ba'zi odamlar buni bilmaydi, keyin nega pul tushmadi deydi. Aslida tibbiy xulosa muddati tugagan bo'ladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsangiz, hujjatning amal qilish muddatini albatta tekshiring. Muddati tugashidan oldin tibbiy ko'rik masalasini hal qiling. 8-nozik jihat. Bitta oilada bir nechta to'lov. Ba'zi oilalar bir vaqtning o'z bola nafaqasi, moddiy yordam, pensiya, aliment yoki boshqa tushum oladi. Bu har doim ham taqiqlanmaydi, lekin hisob-kitobda inobatga olinadi. Masalan, oilada bu pensiya oladi, ona bola nafaqasi oladi, ota mavsumiy ishlaydi. Ariza ko'rilganda jami daromad oila a'zolari soniga bo'linishi mumkin. Shu bois qo'shnim oldi, men olmadim degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shnining oilaviy tarkibi, daromadi, hujjati, bolalar yoshi mulki siznikidan farq qiladi. 9-nozik jihat, pul tushish sanasi. 25 avgustdan boshlab degani aynan 25 avgust kuni hammaning kartasiga pul tushadi degani emas. Bu tartib kuchga kiradigan sana, hisoblash boshlanadigan sana yoki to'lov jarayoni boshlanadigan sana bo'lishi mumkin. Amalda to'lovlar, hududlar, banklar, reyestrlar va tasdiqlash jarayoniga qarab bir necha kun yoki haftaga cho'zilishi mumkin. Agar siz ro'yxatda bo'lsangiz, lekin pul darhol tushmasa, avval bank kartangiz faolmi? Plastik karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam bloklanmaganmi? SMS xabar ulanganmi? Shularni tekshiring. Endi eng foydali qismga o'tamiz. Agar siz 1.200 ming so'm miqdoridagi yordam yoki 25 avgustdan keyingi to'lov sizga tegishli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, men quyidagi qadamlarni bajarishni maslahat beraman. 1-qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz pensionermisiz, nogironligi bo'lgan shaxsmisiz, bolali oilamisiz, kam ta'minlangan oilamisiz, boquvchisini yo'qotganmisiz, ishsizmisiz yoki boshqa imtiyozli guruhdamisiz? Bu savolga aniq javob bo'lmasa, qayerga murojaat qilishni ham bilmaysiz. 2-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Pensiya yoki nafaqa hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, ish haqi yoki ishsizlikka oid hujjatlar, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha murojaat qilsangiz, o'lim haqidagi guvohnoma va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. 3-qadam, mahalla yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga boring. Bugun ko'p ijtimoiy masalalar aynan shu tizimlar orqali ko'rib chiqiladi. Murojaat qilganda shunchaki pul berilarkan, menga ham bering demang. Aniq gapiring. Oilamning daromadi past, bolalarim bor. Yordam olish huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki 25 avgustdan keyingi to'lov bo'yicha mening
to'yfam mos keladimi? Reyestrda bor yo'qligimni tekshirib bering deb yozma murojaat qiling. 4-qadam. Arizani yozma shaklda qoldiring. Og'zaki so'rash yetarli emas. Agar sizga tegishli emas deyishsa, nima sababdan tegishli emasligini yozma tushuntirishni so'rang. Chunki rad javobining sababi aniq bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, daromad yuqori, oilaviy tarkib mos emas, hujjat yetishmaydi, mulk mavjud, ro'yxatda yo'q kabi sabablar bo'ladi. Har bir sababning yechimi boshqa. 5-qadam. MyPokkov. Uz yoki tegishli elektron xizmatlarni tekshiring. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinetingiz orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Elektron raqamli imzo yoki ONID orqali kirib, murojaatlar, ma'lumotnomalar, ayrim reyestrlar va xizmatlardan foydalanish mumkin. Agar o'zingiz eplay olmasangiz, farzandingiz, yaqin qarindoshingiz yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Ko'p odamning puli tayinlangan bo'ladi, lekin karta muddati tugagan, hisob raqam yopilgan yoki karta boshqa bank almashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun ariza topshirayotganda faol karta rekvizitini bering. Agar karta yo'q bo'lsa, bankdan ijtimoiy to'lovlar uchun mos kartani oching. Kartani boshqa odamga bermang, SMS kodlarini hech kimga aytmang. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 20 yil 200 ming so'm olish uchun mana bu havolaga kiring. Karta raqamingiz va SMS kodingizni yuboring. Oldindan 7 ming so'm to'lang, sizni ro'yxatga kiritamiz degan gaplarga ishonmang. Davlat yordami uchun SMS kod so'ralmaydi. Kartadagi pulni yechib olish uchun sizdan maxfiy ma'lumot talab qilinmaydi. Rasmiy idoralar oldindan pul olib nafaqa tayinlab bermaydi. Kimdir shunday desa, bu juda katta xavf belgisi. 8-qadam. Rad javobi bo'lsa, darrov taslim bo'lmang. Avval sababini o'rganing. Agar bazada xato bo'lsa, uni tuzating. Masalan, eski avtomobil sizning nomingizda qolgan bo'lsa, rasmiylashtirishni yakunlang. Oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa, yashash manzili va ro'yxat masalasini hal qiling. Nogironlik hujjati muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'ting. Daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma oling. Shundan keyin qayta murojaat qiling. 9-qadam. Barcha hujjat va javoblarni saqlang. Ariza raqami, murojaat sanasi, kim qabul qilgani, qanday javob berilgani, qaysi hujjat talab qilingani, bularni yozib boring. Agar keyin yuqori tashkilotga shikoyat qilishga to'g'ri kelsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Men borgan edim, aytishgan edi degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat, ariza raqami va yozma javob sizning himoyangiz. 10-qadam. Qo'shnilarga qarab xulosa chiqarmang. Bu juda muhim. Bir mahallada yashagan ikki oila tashqaridan bir xil ko'rinishi mumkin, lekin hujjatda butunlay boshqacha bo'ladi. Birining farzandi ko'p, ikkinchisining rasmiy daromadi bor. Birining nogiron farzandi bor, boshqasining nomida mashina bor. Birining arizasi vaqtida topshirilgan, boshqasiniki kechikkan. Shuning uchun unga berildi. Menga nega yo'q deb asabiylashishdan oldin o'z holatingizni hujjat bo'yicha tahlil qiling. Men yana bir real hayotiy misol keltiraman. Deylik, Shahnoza opa 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Ish haqi 2 ming so'm. Ijara 1 ming so'm. Bolalarning biri maktabda, biri bog'chada. U yordam so'rab murojaat qiladi. Agar u ijara shartnomasini ko'rsatmasa, tizim uning real xarajatini to'liq ko'rmasligi mumkin. Agar bolalarning biri otasining manzilida ro'yxatda tursa, oilaviy tarkib chalkashadi. Agar aliment undirilmayotgan bo'lsa, buni ham hujjat bilan ko'rsatish kerak. Ya'ni pul olish imkoniyati bor, lekin hujjat to'g'ri bo'lmasa, natija yomon chiqadi. Yana bir misol. Rustam aka pensiya oladi. Turmush o'rtog'i nogironlik nafaqasida. Ular qo'shimcha to'lov bo'lar ekan deb kutishadi. Lekin ularning bank kartasi muddati tugagan. To'lov reyestrida bo'lsa ham pul qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Bunday holatda ular pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qilib, karta va hisob raqamini yangilash kerak. Oddiy texnik masala bir oy kutishga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Dilshod ismli fuqaro ishsizman deb yordam so'raydi. Lekin uning nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati yopilmagan. Daromad bo'lmasa ham tizimda u tadbirkor sifatida ko'rinadi. Natijada arizasi rad etilishi mumkin. Bu yerda yechim oddiy. Faoliyat haqiqatda yuritilmayotgan bo'lsa, uni qonuniy tartibda to'xtatish yoki yopish, soliq organlari ma'lumotini yangilash, keyin qayta murojaat qilish kerak. Shu sababli men sizlarga hissiyot bilan emas, tartib bilan harakat qilishni maslahat beraman.
Birinchi navbatda xabarni tekshiring, keyin o'z toifangizni aniqlang, keyin o'z toifangizni aniqlang, keyin hujjatlaringizni tayyorlang, keyin rasmiy murojaat qiling. İjtimoiy yordamda eng katta kuch baland ovozda gapirishda emas, to'g'ri hujjatda. Demak, 25 avgustdan boshlab 200 ming so'm atrofidagi to'lov yoki qo'shimcha yordam haqida eshitgan bo'lsangiz, buni hamma oladi deb tushunmang. Eng avvalo kimlarga tegishli, qaysi toifa, qanday hujjat, ariza kerakmi yoki avtomatikmi, to'lov sanasi qanday belgilanadi, shularni aniqlang. Eng ko'p oladiganlar odatda real ehtiyoji hujjat bilan tasdiqlangan. Ro'yxatda turgan, bolali kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, bo'g'uvchisini yo'qotgan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'lishi mumkin. Lekin har bir vaziyat alohida tekshiriladi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu masalaga beparvo qaramang. Hujjatlaringizni tekshiring. Mahallaga yoki inson markaziga murojaat qiling. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazidan ma'lumot oling. Firibgarlarga ishonmang. SMS kod bermang. Oldindan pul to'lamang. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang va xatoni tuzating. Sizningcha bunday to'lovlar eng avvalo kimlarga berilishi kerak? Pensionerlargami, bolali oilalargami? Nogironligi bo'lgan fuqarolargami yoki ishsiz qolgan oilalargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir? O'ziga tegishli pulni vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.